Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Qisqa tanaffusdan so'ng yana men sizlar bilan ilhona ko'rishganimdan xursandman. Bugungi videorolikimda men sizlarga o'zbek kodeksidan qanday ro'yxatdan o'tish hamda sertifikat olishni tushuntirib o'taman. Demak, darsimizni boshladik. Buning uchun o'zbekkodeks.uz saytiga kirib olamiz. U yerdan esa o'zbekkodeks.uz kurslariga kiramiz. Bu yerda hosil bo'lgan ro'yxatdan o'tishni tanlaymiz. Agar pasport yoki ID karta olgan bo'lsa, bu yerda ma'lumotlarni to'ldiramiz. Agar metrika bo'lsa esa tug'ilganlik haqidagi guvohnomani tanlaymiz va seriya nomerni kiritishni boshlaymiz. Biroz pauza qilib turaman, kiritib olganimcha. Xo'p, mana biz ma'lumotni kiritib oldik. Yana keyingisini bosganimizda bizda quyidagicha oyna hosil bo'lishi mumkin. Ayrim insonlar agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma ro'yxatdan o'tgan degan yozuv chiqadi. Buni oldini olish uchun esa OK tugmani bosamiz. Hop. Bosh sahifaga qaytib olamiz. Ro'yxatdan o'tish kurslariga kiramiz. Parolni o'chirishga kiramizda yana biz tug'ilganlik guvohnomani kiritib olamiz. Yana oldingidek pauza qilib olaman, kiritib olguncha vaqtda o'tish uchun. Mana endi ma'lumotlarni kiritib oldik. Bu tushunmoqlar, bu parolni o'chirish, akkauntni o'chirish uchun foydalanyapman. Keyin yuborishni bosamiz va ma'lumot o'chirildi. Ma'lumot o'chdi. Endi biz boshqatdan yangidan o'sha ma'lumotlarni kiritib o'tamiz. Yana pauza qilishga majburman. Ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Endi qiladigan ishimiz esa keyingisini tanlaymiz. Mana yangidan tasdiqlash. Pochtani qanday foydalanamiz? Biz albatta o'zimcha sizga tashlab olganman. Generatsiya degan. Sizlar o'zingizlar uchun alohida pochtalar, aktiv pochtalar, ya'ni mana shu joyda menda bor. Mana pochtamni bog'lab olganman. Xuddi shunaqa aktiv pochtalar bo'lish kerak sizlarga ham. O'sha pochtalarni yozib olasizlar. Bu generatsiya havolasini opisaniyada tashlab qo'yaman. Generatsiyani bosamiz va bizga quyidagicha menda hozir nechtadir, nechta ekan? 4096 ta pochta yaratib berdi hozir. Buni bilmaganlar uchun ma'lumot bu albatta. Men nechasiga keldim ekan? Menimcha mana shunisiga keldim. Hop. Shuni olamiz. Kopirovat qilib oldim. Elektron pochta degan joyga tashladim. Bu yerga nomer kiritib olasizlar. Paroliga ham men o'sha pochtani o'zini tashlab qo'ya qolyapman, chunki adashmasligi uchun, alohida yana qo'lga kiritmasligi uchun mana shu pochtamni parol sifatida foydalanyapman. Tugashni bosaman. Bunavit. Endi yana o'sha pochtani kiritamiz. Parolni kiritamiz, tizimga kirishni bosamiz. Saqlanib, mana tizimga kirish muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi bu yerdan kerakli eng qisqa savolli kursni boshladik. Kursga kirish uchun elektron pochta mazmunini tasdiqlash kerak. Tasdiqlash esdan chiqibdi. Tasdiqlash tugmasini bosamiz, saqlash bajarildi. Endi esa pochtamga kirsak, biz yangi xabar kelishi kerak. Mana keldi, mana faollashtirish havolasi. Kiramiz va ushbu havolani ustiga tanlaymiz. Kursda biz kerakli kursni mana bepul kursni tanladik. Mana tekshirishni bosamiz. Yana bizga quyidagicha yana bajarildi chiqdi. Shu bilan esa yana bitta havola kelish kerak bizga. Mana keldi. Chekirganimizda join newsni bosamiz. Bunisi kerak emas bizga. Birinchi marta ro'yxatdan o'tishni bosamiz va yerga pochtani kiritamiz. Mana pochtani kiritdik yana. Oldin o'zbek kodesiga kiritgan pochtamizni kirityapmiz. Подождать bosamiz. Mana biz kursga kirdik. Endi bu yerdan haligi kurs tanlagan kursimizni tanlaymiz yana. Shuni tanlaymiz.
sразу mayda unaqa davom etamiz. Sразу testga o'tib ketamiz. Najat. Hop, testni boshladik. Bu savollar yodlab olganman. Telegramda kanalimda bor bo'lsalaring, kanalimga tashlab qo'yaman. Kanal bilmasalaring, YouTube kanalimda описаниесida bo'ladi albatta kanal. Hop. Shu bo'lishi kerak. Bu yerga esa nom ism kiritamiz. Kiritmay keyin o'tsak ham bo'ladi aslida. Men kiritib oldim. Отправить deb bosaman. Отправить. Biroz kutganlardan keyin 100% ishlandi deb javob chiqdi. Mana nazarda bosasizlar bitta modulni tanlayapman. Modulni tanlaymiz. Bu yerda email kiritib oling deyapti. Emailda xatoligimiz bor. Emailda ismni shuni kiritib, ushbu galochkani qo'yamiz. Отправить deb bosamiz. Va xudo xolasa bizning ishimiz tugadi. Account. Bu bizga kerak emas. Yana buni ustiga kelib klaviaturada F5 deb bossak biz uchun keraklik sertifikat mana chiqdi, hosil bo'ldi. Ushbu linkni ustiga bosasizlarda mana shu yozuvni ustiga kirib linkni kopiyalab qilib olasizlar. Hop, bo'ldi. Endi keyingi hop X bosib, bular zakret bosib, buni chiqish qilib dasturdan chiqdik. Bundan ham chiqib ketamiz va shu bilan yana qaytadan kursni boshlab davom ettiramiz. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol Telegram orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu esa bu videomiz yangi o'rganuvchilar va tushunmaganlar uchun qo'shimcha ravishda ishlandi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlar ishlatinglar.